Oradan 1 yil o'tdi. Men o'zimni baxtli deb ayta olardim. Kamron bilan munosabatimiz qurildi. U hech qachon telefonini yashirmasdi, qayerga ketayotganini aytardi. Kechiksa sababi bor edi. Eng muhimi, u meni tinglardi. Bir kuni kechqurun u dush qabul qilayotganda telefoniga xabar keldi. Ekran yonib o'chdi. Noma'lum raqam. Xabar matni juda qisqa edi. U hali ham haqiqatni bilmaydi. Yuragim bir zumga to'xtab qolgandek bo'ldi. Qo'llarim muzlab ketdi. Ishon, dedim o'zimga. Lekin ichimdagi eski Dilnoza uyg'ondi. Xiyonatdan qo'rqadigan, yolg'ondan kuygan Dilnoza. Xabarni ochmadim. Telefonni joyiga qo'ydim. Kamron chiqdi. Sochlari ho'l, oddiy holatda. Kim yozdi? Dedim sokin ohangda. U telefonini oldi. Bir soniya ko'zlari qotdi. Juda qisqa, lekin men sezdim. Ishdan, dedi. O'sha bitta so'z yuragimni teshib o'tdi. Ishdan, yana o'sha so'z. Men indamadim. Tun bo'yi uxlolmadim. U boshqacha deb o'zimni tinchlantirdim. Lekin bir savol ichimni kemirardi. Nega u xabarni ko'rib bir zum to'xtadi? Ertasi kuni u ishga ketgach, telefonimga yana noma'lum raqamdan xabar keldi. Agar u bilan yashamoqchi bo'lsang, o'tmishini bilishing kerak. Bu safar qo'rqmadim. Kimsiz deya yozdim. Javob tez keldi. Men uning sobiq keliniman. Dunyo yana aylana boshladi. Men o'sha ayol bilan uchrashishga rozi bo'ldim. Kafeda o'tirgan ayolni ko'rib hayron qoldim. U mendan katta emasdi. Ko'zlarida charchoq. Men Mohiraman, dedi u. Kamron haqida nima demoqchisiz? U chuqur nafas oldi. U yomon odam emas, lekin u ketadi. Nima? U muammo boshlansa ketadi. Sukut bilan yuragim urishni unutdi. U sizni tashlab ketganmi? To'yga 2 oy qolganida sababsiz. Faqat men tayyor emasman, dedi. Qo'llarim titradi. Nega endi aytyapsiz? Chunki u mening ko'zlarimni taniyman. Ishonch bilan qarayapsan. Men ham shunday qaraganman. Men uyga qaytayotganda ichimda bo'ron bor edi. Kechqurun Kamron meni eshik oldida kutib oldi. Bugun nimadir bo'ldimi, dedi. Men uzoq vaqt turdim. Uning yuzi oqarib ketdi. Bu safar sukut saqlamadi. Mohirani taniysanmi? U o'tirdi. Qo'llarini bir-biriga ishqaladi. Ha, nega aytmading? Chunki uni yo'qotishdan qo'rqdim. Yana o'sha gap. Nima bo'lgan o'sha payt? U ko'zlarini yumdi. Otam og'ir kasal, qarzdorlik, ishdagi bosim. Men u payt o'zimni sindirib qo'ydim. Unga hayot berolmasligimni bildim. Shuning uchun ketdim. Ayol bilan gaplashish o'rniga qochding. Ha, men o'rnimdan turdim. Demak, muammo kelganda sening yo'ling qochish, shunaqami? Yo'q, dedi u tez. Bu safar yo'q. Men unga qaramadim. Agar ertaga men bilan muammo bo'lsa-chi? Yana tayyor emasman deysanmi? U indamadi. O'sha sukut hamma javobdan bandroq edi. Oradan 2 kun o'tdi. Men qaror qabul qilishim kerak. Yana ishonamanmi yoki o'zimni asraymanmi? Kechasi u yonimga keldi. Dilnoza, men terapiyaga boryapman. Nima? Men qochishni odat qilganman, tan olaman, lekin o'zgarmoqchiman. Sen uchun emas, o'zim uchun. Men birinchi marta uning zaifligini yashirmayotganini ko'rdim. Bu boshqacha. Agar ketmoqchi bo'lsang, bu safar sen ushlab qolmayman. Bir imkoniyat berishingni so'rayman. Men chuqur nafas oldim. Bu safar ham masala sevgi emas. Bu safar tanlov. Men o'tmishdan qochadigan ayol emasman. Men o'zimni qadrlaydigan ayolman. Bir shart bilan, dedim. Qanday? Qochish yo'q. Muammo bo'lsa yonimda turasan. Ketishni emas, kurashishni afzal bilasan. U ko'zlarimga tik qaradi. Va'da. Lekin hayot hamma va'dalarni darrov sinaydi. Oradan 1 oy o'tmay Kamronning sobiq kelini Mohira menga yana yozdi. U senga aytmagan yana bir haqiqat bor. Bu safar yuragim tez urdi. Chunki men bir narsani tushundim. Haqiqat har doim ham bitta bo'lmaydi va ba'zi sirlar munosabatni mustahkamlamaydi. Uni butunlay sindiradi.